Kim nasihat koy şunu senin ansız bağlarını göğsünden maygana bir bittim. Gıdık bıdık kılamaydı. 我的天哪，这么神奇吗？ Şuna kılırım. Hem elinde yüksek gayet arzu olsun. Kılıtka işimizde men üçün emas, Nobel üçün emas, özün üçün kılman diye iddialar kılama. Pagizlik aşpazlıkның bir saniti bu. Aşpazlıkның bir tutqusi. Pagiz emas adam har qanday yaşanıp turdi. Tazliq qilmasak, hatta tırnaqlarından başlap, çaşlarından başlap, kiyim giyecek hamma retlik halallarına pak pagiz bolsun hamma onun. Ustanballigima attigina xaltonli kemay chiqanlar to'ngab qolasizlar, og'ib qolasizlar deb yo'qlamaga halal kemay chiqishni o'ylashdi doktor Tafsir shuni oldima. Ha. Buni o'zira biz o'ylamasak bo'lmaydi. Yemek sohasida nurg'ulg'an qalayimqanchiliklar bor. Nurg'ulg'an ustam shaharlar ma'lumotlar. Chunki oshxona pul topmadi, zin tortadi. Shu sababdan ma'lumotlar. Ba'zi oshxona xo'jaylari topgan pulni yili qolsin zayyad, yili qolsin sayyad o'ynagan ekan. Biniz badovga chiqib olgan ekan, olti ishi dojida bo'lgan ekan, shu pul yetmay, balliq pul kamlab qiladi. Men ijara uyda o'ltiyotiman. Qasını bilirsiniz meni uyimni? O'sha oshxonaning pi sitib olaman deb men uyim sitib etdim. Bartag'ni xabarim bor. To'g'roq joyda ijara uyda o'ltiyotiman. Qasını bir bocham majlis tutmoqda. Mishagim bir javob keldi-da. Bu nima desanglar, ben o'zimninki ziyon tortayotganimni yoki pul topolmaganimni emas. Mush oshxonaning pini, oshxonaning to'liq o'zimning huquqimni sitilish uchun pul yetmaganligi sababidan men ultiratga uyimni sitib etdim. Bo'lmasa 2 oy, 3 oy yaqasini mashinangiz bermay tutturinglar deb bag'azini saqlab qo'yib qolgan bo'lsam, siz ish ketmaydi uni. Qaqshab vaqtingiz, pul lozim bo'lsa, 100 kun, 200 kun bitib qolganini bermay, bergan bo'lsam, uyimni sotmasam olaverdim. Shunday o'ylaydi. Ha, men u yo'lni tanlamadim. Unda qilsam bo'lmaydi. Yaqasini uzg'ilmayman. Chunki hamma turmushim bor. Men bergan maoshni ota-onangizga, bolalaringizga, ayolingizga bermasang bo'lmaydi. Turmushingizga ishlatmasang bo'lmaydi. Yaqasini tirish bersang men cho'qim yana undan yo'qoy olalayman. Meni ishonchim bor unga. Shunga turist kelibdi, sitib etdim, ijarada o'tirdim. Ammo sirtni ko'rganda hammamiz meni millioner deb o'ylaydi. Cho'qim millioner bo'la olaman. Chunki men niyatim to'g'ri, tutmagan to'g'ri bo'lganligi uchun men undan ansirmayman. Meni birinchi o'ylayotganim ishlayotgan odamning maoshi, ikkinchi o'ylab o'ylayotganim material. Mana bu ishni yaxshi tutolmasam, men ziyon tortib ketaman. Material bo'lsin, nasihat qo'ysam, material yaxshi kelmaydi. Tanlab olmaymiz. Chunki men bu burun oshxonaga material bir paqqan, 7 oshxonaga material o'tib, qassoblik seychilik qilgan vaqtimda kim nasihat qo'y shuni sening angsiz paqallarini go'shtning maylana bir bitdim, g'idiq qilmaydi. Ma bu makansiz pulni yo'qmiz, boshqa yo'q aytdim. Shunga bo'lib men pulni bermay, ilish majbur bo'ldi. Hozir men nurg'ulga lo'balar yo'lni xato tutganlik sababidan mushkul qilib qilyapti. Hech qanday materialchiga sintir qazimiz yo'q bizning. Palanim mandarasini menshul o'tgan, pogoni mandar o'tgan. Maksiz o'xshaydi. Ba'zilar bishkoshga qilmasa qilqasaydi. Biz olmaymiz uni. Turgan shu gap deyishdi. Chunki materialchi qazimiz bo'lmagan ekan, hech kim bizni g'idin qilin qilolmaydi. Oshpaz ustamlama qoidaga bo'ysunib, mulozimatchilar shogird palanmasa, yaxshi ishlayapti. Chunki buning oshxonada ilish bo'lmaganligi uchun oshxonaga yuksak umidni bog'laganlik sababidan o'z xizmatini ko'p, yaxshi ko'rib ishlayapti. Bizga kuch chiqarib ishlab beryapti. Mushu ishki yo'lni ching tutib maqdim men burundan tatib. Bundan keyin men shunday qilaman. Bek bo'lsa bir kun 2 kun olgan o'ylab qoldi. Bu meni xatoligim emas. Bankaga pulga chesam, o 70-80 ming pul g'ayb bermaykan bizga shu. Bikin bo'ldi deb qo'ysak bitgan, ba'zi pul yo'qlab qolgan, ko'p o'yinlar qilaman. Hammanglar qilayotgan ishingizdan rozi bo'linglar. Taba ko'rlar degan, mayli ozilinglar, mayli jiqilinglar. Shunga mayli oz olsin, mayli jiq olsin. Yig'ilsa umum ko'p bo'ladi. Ko'nglar kichiklarga tarbiya qilinglar. O'zaro xatoligini ko'rsatib qo'yinglar. Hurmatinglar, yaxshi qilinglar. Shogirt bolalarningki igizpazlik masalasini ustam bola o'zinglar shu bolalarningki iqtidori qolib turibman. Siz ma'lati deb bolani bekitib turib, tarbiyani asos qilib turib, ishni mundaratlab etmanglar. Hamma hammadan nashdan joyida qilib chiqishlar.